Bir kunda mashinangizga juda ko'p insonlar o'tiradigan bo'lsa, har xil yuklar, tovarlar dastavkaga olib borib yuradigan bo'lsangiz, mana chexolimiz aynan narxi ham o'zi ham sizbob. Orqa taraf tayyor mana kojinning versiyasi, bolalaringiz o'tirganda, tepganda ham, boshqa qilganda ham latta bilan bitta artas yangi holatiga keladi. Oldi ko'rinish taxminan mana shunaqa holatda bo'ladi. Sizda agar Nexia 2, Spark, Cobalt, Nexia 3, Gentra, birinchi paysi, ikkinchi paysi, uchinchi paysi, Matiz, Spark o'sha avtomobillari bo'ladigan bo'lsa, mana shu qo'limizda sotuvda bor. Mashinaga ustonovka qilinganda tortilib qolmaydimi, yig'ilib qolmaydimi deganligi mana bunaqa holatda ko'rinish bo'ladi. Tayyor. Ko'ryapsiz, orqa tarafi ham mana bunaqa bo'lib turadi. Endi mana upakovkadan ochilganiga ozgina g'ijim bo'lib turibdi, aka. Agar mana bunaqa tursa, xudo xolasa quyoshda tursa, mana shunaqa tiniq holatda bo'ladi, aka. Kirib bo'lgan taqdirda ham bitta artas. Narxi 330 ming so'm. Bu bizani eskidan o'zi sotib keladigan legendarniy chexollarimizdan hisoblanadi. Bu narsani sotuvga chiqarmasa ham, o'zi obunachilarimiz bilib o'zi har kuni biz 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 taga sotardik. Xudo xolasa mana bemalol kelib, ustonovka qildirib ketsanglar ham bo'ladi. Xolasanglar dastavka qilib chiqarib olamiz. Xolos siz men o'zim ustonovka qilishni bilaman desangiz, boshingizga chiroyli qilib ustonovka qildirib olsangiz bo'ladi. Nomeri yozib qoldiramiz. Nomi Fantan. Fantan chexol bo'yicha qilyotgandim desangiz, biz bilamizki, mana shu chexolni so'rayotgan bo'lasiz. Videoda aytilgan mashinalarning hammasiga sotuvda bor. Foydalanib qolinglar.